Bu juda ham dahshatli. Bu qiz juda ham g'alati ekan. G'alatimi? Ha, u xuddi yonayotganga o'xshaydi. Xo'y, bu yaxshi deganimi? Nima bo'ldi o'zi? Bilmadim, u birdaniga shunga aylandi. Unga hech birimiz tegmagan edik. Men seni kutayotgan edim, Hugh Feldyu. Sizni o'zingiz kimsiz? Meni bir vaqtlar oltin ruhoniy deb bilishardi. Oltin ruhoniymi? Vaqt juda ham o'z qoldi. Sizlar yashayotgan dunyo tozalanish xavfi ostida turibdi. Bu nima deganingiz? Tozalanish nima o'zi? Bu keraksiz narsalarni olib tashlashni anglatadi. Endi bizning dunyo o'zini namoyon qilib, ehtimol barchangizni yo'q qiladi. Gladshimni ko'rdingiz, shunday emasmi? Oqshom buzilish va shishgan ong bir kun kelib, butun dunyoni qoplaydi. Oqshom o'sha yorug'likni nazarda tutyapsizmi? Botayotgan quyosh nuri bu buzilishning sababi va tozalashning mohiyatidir. Men bu yomon narsa ekanligini bilardim. Bu nur Mistini yutib yuborgani aniq. Demak, u bizni ham yutib yuboradimi? Siz allaqachon dunyolar orasidagi chegarani bir marta kesib o'tgansiz. Nima deganingiz? Buni qayerdan bilasiz? Sizlarda oqshom bilan chuqur aloqalar bor. Haddan tashqari chuqurlikdan qochsangiz, u sizni yutib yuborishi dargumon. Logni qidiringlar, u bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsani biladi. O'sha qariymi? Biz u bilan bir necha bor uchrashganmiz, lekin u bizga hech narsa aytmadi. Siz uni gapirishga majbur qilishingiz kerak. U o'zini buzib, oddiylikning eng chekkasida qoladi. Nima uchun? Buni bizga aytyapsiz o'zi. Biz yiqilishimiz kerak edi, hammamiz. Ahmoq qirol va uning noma'lum odamlari. Ammo biz qulashimizni qabul qila olmadik. Keyin esa abadiyligimiz oltin bo'lishini tiladik. Oltinmi? Hech kim tegmasligi kerak bo'lgan la'natlangan universal idish barcha istaklarni amalga oshiradigan jahon daraxtini mevasi. Barcha istaklarnimi? Qanday istak o'sha g'alati shaharni yaratishi mumkin o'zi? Hugh Feldyu, oqshom qirolini to'xtat va oltinni yo'q qil. Agar muvaffaqiyatsizlikka uchrasang, bu dunyoni ham oqshom yutib yuboradi. Iltimos, gunohlarimizni bizdan ol.